Muqaddas qadamjolar, qabriston va mahalla guzarlarini obodonlashtirilishida tumanimizning Oftobru mahalla fuqarolar yig'inida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xabaringiz bor, bugun mahallada mazkur hudud fuqarolarining sa'y-harakati bilan yangi qabriston barpo etilmoqda. Oftobru mahallasida 5 ta mahalla fuqarolar yig'inlaridan kelgan fuqarolar istiqomat qilishadi. Umumiy maydoni 5 gektar bo'lgan yangi qabriston hududida hashar yo'li bilan shiypon barpo etildi va bu ishda mahalla ahlining alohida o'rni bor. Oftobru mahalla fuqarolar yig'inining Toshqo'ra massivida 456 ta xonadon mavjud bo'lib, shu paytgacha 14 yil, 15 yildan buyon mana shu mahallamizda qabriston yo'q edi. 5 ta mahalladan kelgan, asosiy qism bu yerda 5 ta mahalladan kelgan, o'sha Rovon, Istiqlol, Navobod, Yang'ariq, Oftobrudan. Mana Xudoga shukr, tuman hokimimiz, sektor rahbar, kerakli mutasaddilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shu yerga kelib, bir yoqqadan bosh chiqarib, bizga yordam berib, mana shu 5 gektar qabristonni ajratib berdilar. Mana bugun ishlar yakuniga yetib qolmoqda. Xudo xolasa mana shu Ramazon oyida bu ishni yakunlatib, Xudo xolasa topshiramiz, hayitga topshiramiz. Mahalla raisi Avrorjon Zununov va qurilish ishlari sarkori Nurmajun Ahmedovning bizga bergan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur xayrli amallarda mahallaning yoshlari alohida o'rnak ko'rsatishmoqda. Bugun tashkil etilgan umumxalq hasharida barcha mahalla ahli bir yoqadan bosh chiqarib, ushbu muqaddas makonni obod etish yo'lida astoydil mehnat qilishdi va hasharlarda har kuni 50-100 nafar mahalla fuqarolari qatnashmoqdalar. Bu hashar degani tinchlik degani. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, davlatimiz ravnaq topyapti. Biz davlatimizning ravnaq topishiga mana hissamizni qo'shib, hashar qilib, birinchi qabristonni obod qilishdan boshladik bu yil. Yangi qabriston barpo etishda shu xalq juda ahillik bilan qatnashyapti. Homiylar, tadbirkorlar barobar yopishib, shuni bitkazishga hamma Ramazon oyining hayitiga Xudo xolasa bir munosib tuhfa qilib mahallaga topshiramiz Xudo xolasa. Bir kunda necha nafar odam ishtirok? 40 kishidan, har kuni 40 kishidan xalq hasharga qatnayapti Xudo xolasa. Shu xalqqa rahmat, yoshlarga rahmat. Hasharni tashkil etishda tashabbus ko'rsatgan saxovatpasha insonlarga mahalla mutasaddilari o'zlarining samimiy minnatdorchiliklarini izhor etdilar. Zotan savob ishni har kim har kuni qilish kerak degan so'zlar mana shunday amaliy ishlar orqali namoyon bo'ladi.